Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugünkü satıva chiqqan joyimiz Shavat kanalının boyunda bo'ladi. Mestasına umuman gap bo'lishi mumkin emas. 5 etajli toza domimiz bo'ladi. Yine Shavat kanalının boyu. Şu domimizda bo'ladi yine 5 etajli. Yine şu dom. Hurmatli yurtdoshlar yine. Şu domimizda bo'ladi. Bu yerning manzili nerede desangizda Arbat kafenin yanında bo'ladi. 3 xonalı joyimiz 320 milyon so'm hurmatli yurtdoshlar. 3 kanalı, barcha jihozlari bilan zudlik bilan arzon narxda satuv chiqdi. Esa hurmatli yurtdoshlar, joyimizning ichki qismi bilan tanishib chiqamiz hurmatli yurtdoshlar. Yetishasa. Hurmatli yurtdoshlar, xonadonimizga yetib keldik. Ko'rib turganlaringizning shu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklarimiz yaxshi, sifatli eshiklardan bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb xonadonimizga giramiz. Girgan yerimiz yine kichiklarimiz keng tushgan hurmatli yurtdoshlar. Kirpishli dom bo'ladi. 5 etajli dom bo'ladi. Toza dom hurmatli yurtdoshlar. 5 etajli kirpishli toza dom. Shavat kanalining bo'yinda bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Zo'r joyda, shu mestamizdan gap bo'lishi mumkin emas. Esa joyimizni bir yandan tanishtirib chiqamiz. Girgan yerimiz yine ko'rib tursizlar. Bu yerimiz kuxnimiz, zalimiz, spannimiz sanuzelimiz, yanımız ise yine bir xonamiz bo'ladi. Katta bir yerimiz ham. Tak, yine ko'rib turganlaringizning ajoyib bo'lib tushgan. Esa bir yandan o'ng tarafdan tanishtiramiz, ya'ni kuxnimizdan. Kuxnimiz ham yine bir yandan yo'rarasli eshiklarimiz yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan. Kuxnimizda gaz plitasi bor. Bu yerimizda rakovinasi bor, ya'ni ki Aristonam bor, düğü konturni katyolları, xaladilnikimiz gilamla tashalgan laminat bor. Akva ayna bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Bu yerimizda gaz, suv, svet hech narsadan muammo yo'q. Hozirgi ko'p toza domlardan gaz yo'q hurmatli yurtdoshlar. Bu yerimizda gaz valab keltirdi, zo'r gaz, vashshi zo'r bu yerimizda joyimiz issiqqina bo'lib turibdi hurmatli yurtdoshlar. Joyimiz zudlik bilan sotiladi hurmatli yurtdoshlar. Arzon narxda ulgurib qolasizlar. Yaqinda bir joyimiz shu yerdan chiqardik. Joyimiz yarim soat 20 minut ichida sotilib ketdi. Ulgurib qolinglar. Yana arzon joylar kamdan kam chiqadi hurmatli yurtdoshlar. 3 xonali bo'ladi. Bu yerimiz esa yana bir xonasi bo'ladi. Bu yerimiz ham oyoq tiylarimiz laminat pol, gilamlaring yaxshi sifatli qalin gilamlardan tashalgan. Bemalol kelib o'zlaringiz ko'raverasizlar, baho berarsiz. Joyimiz fondan chiqib turibdi. Aqua ayna, jaluzi, perdelar qo'yilgan. Televizorimiz ham bor, yaxshi LG televizordan. Bu yerda ko'p ekanlar, hozirgi kunda bu yerda hech kim yashamaydi. Shu sababli televizorimiz bu yerda turibdi. Joyimiz ajoyib bo'lib turibdi. Yana yurganlaringizni gap bo'lishi mumkin emas. Tavsiya beraman. Hurmatli yurtdoshlar, toza domdan bu bahodan topilishi qiyin, zudlik bilan. Bu yerimiz ham eshiklari yaxshi, bu yerimiz ham oyoqdagi laminat pol, gilamlarimiz ham bu yerga yaxshi qalin gilamlardan tashalgan hurmatli yurtdoshlar. Aqua ayna, perdalari qo'yilgan. Konditsionerimiz ham bor, yine Artel firmasining konditsioneri ham bor hurmatli yurtdoshlar. Konditsionerimiz yaxshisidan qo'yilgan. Ko'rib turganlaringizni ajoyibundan qo'yilib turibdi. Tak, gilamlar tashalgan. Bir dona ozgina remont etib bersangizlar bo'ladi, bo'lmasa shu durishundan bemalol yashasa bo'ladi. Ajoyib bo'lib turibdi xonamiz. Bu yerimiz sanuzelimiz bo'ladi. Sanuzelimiz ham rakovinalari bor. Ayna qo'yilgan, oyoq tiylarimiz kafel, ajoyib bo'lib zatilib turibdi. Bu yerimizda banimiz kafellar qilingan, untazlar, tapinatsiya esa bor hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, bu yerimizda yana bir xonasi bor, katta. Bu yerimiz ham zali. Bu xonamiz hozirchalik ilik turibdi. Bu yerda narsalarni ko'p qo'ydi ekanlar. Kelganlaringizda albatta ochib ko'rsatiladi. Hozirchalik ilik narsalar turibdi ekan, ilik turibdi, kelganlaringizda ko'rsatiladi. 3 xona bo'ladi xonadonimiz, girish yerimiz yine ko'rib turganlaringizning. Hurmatli yurtdoshlar, joyimizning narxini keladigan bo'lsak, zudlik bilan joyimiz 320 million so'm. Hurmatli yurtdoshlar, joyimiz yetmaganlar turpan beriladi. Ya'ni yorib pulini bersangizlar, 150 millionni bersangizlar, qolganini bir 4-5 oyga bo'lib bersangizlar ham bo'laveradi. Shunday imkoniyatlari ham bor. Shunday imkoniyatlardan foydalanib qolinglar. Hurmatli yurtdoshlar,
tavsiya beraman. Esa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunday joy so'rab birgan donish bilishlarga tashakkur qo'yinglar. Joyimiz yaxshi, joy toza, dom.